Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Hammalaring yaxshimisizlar? Joninglar tinchmi? Xudo xolasa, ishga turki ishlarini atkoslari ham bitib qoldi. Qovoqlarga primichkalar yog'ochdan bo'lgan ekan, gipsa kartonlarni akkuratlik qilib mana ukam qatiryapti. Lazer yordamida hammasini bir xilda qilib qo'yib olinadi. Inshaalloh kuzatishga davom etinglar. Tashqarida esa darvozaxonamizni ishga turkalarini bitirib tamom tugatdik. Inshaalloh oldi fasad ko'rinishlariga keldik. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Xudo xolasa uzun devorimizni 30 metrcha chiqadigan devorni mana bitirdik. Bu yoq tomonimizni ham mana akkuratlik ko'rinishga keltirdik. Kuzatishga davom etinglar. Like va podpiskani doim ayamasdan qo'llab ketgan yurtdoshlarimiz, birodarlarimizga Allohning salomi bo'lsin. Assalomu alaykum.